Salom hammaga do'stlar. Bugungi videomizda biz juda ham xavfli temani ko'tarishlikka qaror qildik. To'g'rirog'ini aytganda, bugungi videomizda aziz do'stlar biz juda ko'pchilikni sevimli, meni o'zimni ham eng sevimli qahramonlarimdan birini xatolarini ko'rib chiqishlikka urinamiz. To'g'rirog'ini aytganda, uni qilgan ishlarini analiz qilamiz. Bugungi videomiz nomidan siz tushungandirsiz. Bugungi videomizda biz Satoru Gojo haqida gaplashamiz. Uni juda ko'pchilik idealning qahramoni hisoblaydi. Juda ko'pchilik eng yaxshi ko'rgan personaji, mening ham eng yaxshi ko'rgan personajlarimdan biri. Lekin aziz do'stlar, juda ko'pchilik bu personajni haypini, uni qahramonligini ko'rib, orqasida qilgan xatolarga e'tibor bermaydi. Biz bo'lsa bugungi videomizda uni qilgan har bir xatosini yoki qilgan to'g'ri ishlarini ham gaplashib o'tamiz. Bugungi videomizni biz shunchaki Gojo Satoruni hate qilish bilan o'tkazmaymiz. Bugungi videomizda biz uni umumiy hayotini analiz qilib chiqamiz. Va bugungi videomizning oxirida biz bir savolga javob berishlikka urinamiz. Gojo Satoru qanday personaj? Videoni boshidayoq aytib qo'yay aziz do'stlar, biz mangaga qaramaymiz. Mangani o'qiganman, lekin undagi lavhalardan, undagi informatsiyalardan spoiler qilish niyatim yo'q. Bugungi videomizda biz shuning uchun faqat Magichskiy bitvani animesidan 1 va 2 sezondan, so'ngra esa o'sha film, Nolovoy film nomli filmidan, ssenariysidan, o'sha yerdagi syujetlaridan ma'lumotlarni ishlatamiz. Shuning uchun men sizdan so'rab qolardim, aziz do'stlar, agar mangani o'qigan bo'lsangiz, iltimos siz spoiler qilmang. Men o'zim ham o'qiganman, lekin biz hozir faqat anime haqida gaplashamiz. Satoru Gojo bu Jujutsu Kaisendagi eng kuchli qahramonlardan biri. Meni fikrim bo'yicha esa eng kuchli qahramon. U juda mashhur va juda ham kuchli klanga tegishli edi. U Gojo klaniga tegishli. Bu klan sehrgarlar, jodugarlar orasida eng qadimgi va eng nufuzli klanlardan biri hisoblanadi. Gojo tug'ilishi bilanoq u oddiy bola emas ekanligi ayon bo'lgan. U noyob ikki kuch bilan tug'ilgan. Unda ikkita juda ham kam uchraydigan qobiliyat bor edi. Birinchisi bu olti ko'z, shest glaz. Bu qobiliyat unga energiyani mukammal darajada nazorat qilish imkoniyatini beradi. Ikkinchisi esa bu Beskonechnost, ya'ni cheksizlik. Bu kuch orqali u makon ustidan nazorat qiladi, ya'ni dushmanlari hujum qilsa ham unga hatto yetib kelisha olmaydi. Shuning uchun deyarli hech kim unga tega olmaydi. Gojo yoshligidanoq juda kuchli edi. U hatto yosh paytidayoq boshqa jodugarlardan ancha ustun ekanligi ko'rinib turardi. Shu joyda Gojo Satoru haqida, uning kuchi haqida to'liqroq ma'lumot berib ketishlikka urinaman, chunki juda ko'pchilik uni eng kuchli personaj ekanligini biladi, lekin baribir u qay darajada katta kuch bilan tug'ilganligini tasavvur ham qilisha olmaydi yoki tushunishmaydi. Gojo Satoruning tug'ilishini o'ziyoq bu olam kuchlarning o'zgarishiga sabab bo'ladi. U 5 yo 6 yoshidayoq birinchi urovень darajasini o'tadi. Asobiy, ya'ni maxsus darajadagi jodugarlar hisobiga kiradi. Siz buni tushunmasligingiz mumkin. Bu nima bo'pti, maxsus darajada qancha personaj bor deb. Lekin u mahalda Satoru Gojo atiga 5 yo 6 yoshda edi. Itadori Yuji hozirgi kunda ham, mana shu 2-sezon tugab 3-sezonning boshida ham hali asobiy urovень emas. Asobiy urovень darajasiga ikkita personaj chiqqan. Bu Geto va Yuta Akotsu. Faqat ular уже 17-18, ya'ni o'zining kuchining, o'zining jodugarlik qobiliyatini yuksak darajaga ko'targandan so'nggina chiqa olishgan. Gojo Satoru 5 yo 6 yoshida shu darajaga chiqadi. Meni o'yimda bu yoshidayoq bu ikkala qahramonni ham yenga oladigan kuch egasi bo'lgan. Buni shunchaki o'sha birinchi darajalik jodugarlar kelib Gojoni o'ltirmoqchi bo'lganligida his qilsangiz bo'ladi. Ikkita juda ham kuchli qotil, ikkita juda ham kuchli jodugar uni ko'rgandayoq 5 yashar bolani ko'riboq qimillay olmay qoladi. Oyoqlari ularga bo'ysunmay qo'yadi. Mana qay darajada kuchli Gojo Satoru. Yana bir bor qaytaraman. Gojo Satoru u mahalda atiga 5 yoshda edi. Lekin aynan shu juda katta kuch, juda katta qobiliyat uning eng katta muammosiga ham aylanadi. Hamma narsani juda oson uddalaydigan, yoshligidayoq maxsus darajadagi kuchga ega bo'lgan, kattayganda esa eng kuchli odam darajasiga chiqa olgan Gojo Satoru bu kuchlarni ko'tara olmay qoladi. Ko'tara olmay qoladi deganim bu u kuchlarni eplay olmay qoladi deganim emas. Bu kuchlar unga shu darajada katta ishonch beradiki o'ziga va shu ishonch uni katta xatolar qilishiga majbur qiladi. U doimo o'ziga katta baho beradi. Lekin bunday kuch bilan o'ziga katta baho bermaslikning ilojisi ham yo'q. Gojo Satoru shunday o'ylaydi.
men eng kuchliman, meni yutishni ilojisi yo'q. Va shu fikr, shu o'ylar uni juda katta xatolar qilishga majbur qiladi. Endi esa hammasi qayerdan boshlanganini ko'rib chiqamiz. Bu voqealar Jujutsu Kaisenning 2-faslida ko'rsatilgan, lekin o'zi aslida esa bu voqealar Jujutsu Kaisenning 1-faslini, 1-qismini boshidan, ya'ni undan ham oldingi bo'lib o'tgan voqealar. Bu voqealarda Gojo Satoruga va uning eng yaqin do'sti Suguru Getoga juda ham muhim vazifa beriladi. Ular Yulduz Plazma idishini himoya qilish kerak. Bu oddiy vazifa emas, chunki bu qiz Tengen bilan birlashishi shart. Agar birlashsa, tizim barqaror qoladi, hammasi yaxshi bo'ladi. Agar birlasha olmasa, hammasi izdan chiqadi. Boshida hammasi nazorat ostida edi. Chunki Gojo Satoru juda ham kuchli va u hech narsadan qo'rqmaydi va aynan shu yerda muammo boshlanadi. U vaziyatga haddan tashqari oson ko'zi bilan qaraydi. U o'z kuchiga haddan tashqari katta baho beradi va aynan shu yerda sahnaga Todzi Fushiguro chiqadi. U oddiy jodigar emas, unda hatto afsun ham yo'q. Lekin u reja bilan ishlaydi. U kutadi. U to'g'ri vaziyatni juda ham uzoq kutadi. Nafaqat kutadi, imенно shunday to'g'ri vaziyatni o'zi yaratadi va aynan shundan foydalanadi. Natija esa Gojoning mag'lubiyati, Yulduz Plazmani idishini o'ldirilishi va eng muhimi Tengen o'z vaqtida birlasha olmaydi. Va aynan shu nuqtadan boshlab Jujutsu Kaisen olami buzilishni boshlaydi. Chunki butun tizim asta-sekin buziladi va muvozanat yo'qoladi. Va eng yomoni, eng xavflisi bu holatni Kenzaku kutayotgan edi. Va aynan shu holatdan kelajakda Kenzaku juda ham dahshatli tarzda foydalanadi va buning natijasida juda ko'pchilik o'lib ketadi. Yulduz Plazma voqeasidan keyin hammasi o'zgaradi. Eng katta o'zgarish esa Suguru Getoda boshlanadi. U asta-sekin o'zgaradi. U o'z-o'ziga kirib ketadi va dunyoga boshqa ko'zlar bilan qaray boshlaydi. Oldin u oddiy jodigar edi. U odamlarni himoya qilardi, lekin endi savol beradi. Nega biz jodigarlar oddiy odamlar uchun yashashimiz kerak? Va nega ular uchun o'lishimiz kerak? Bu fikr uni asta-sekin qorong'ulikka, asta-sekin yovuzlikka boshlaydi va oxir-oqibat u yovuz yo'lni tanlaydi. Bu voqealar keyinchalik Jujutsu Kaisen filmida davom etadi. Bu yerda biz butunlay boshqa Getoni ko'ramiz. U endi aniq zlodey, yovuzlik, antagonist. Va bu yerda yana bir muhim voqea sodir bo'ladi. Gojo o'zining eng yaqin do'stini o'ldira olmaydi. U bilan bir necha bor uchrashadi, ammo lekin har safar uni qo'yib yuboradi va oxir-oqibat bu juda ko'pchilikni o'limiga olib keladi. Misol uchun, o'sha Getoni shaharga qilgan hujumi va buni natijasida ko'plab odamlarning o'limi. U ham yetmagandek Geto sal qolsa Yutani ushlab olishi mumkin edi. Uni o'ldirib, uni la'natiga ega chiqmoqchi bo'ladi va odamlarning baxtiga Yuta Getoni yenga oladi va Geto yutqazadi. Va shu yerda ikki do'stning oxirgi uchrashuvi sodir bo'ladi. Geto Yutadan mag'lub bo'lgandan so'ng og'ir jarohat bilan qochishga urinadi, ammo lekin uni уже Gojo Satoru tutib oladi va shu yerda Gojo Satoru o'z do'stini o'ldiradi. Lekin shu yerda ham bu voqealar tugamaydi. Satoru Gojo biladi, o'ldirilgan jodigarlarni tanasini yaqish kerak. Chunki ular keyinchalik la'nat bo'lib tug'ilishi mumkin. Ammo lekin Gojo Satoru o'z do'stining tanasini yaqib qora olmaydi. U bunga yo'l qo'ymaydi. Boshqa jodigarlarga ham uni tanasini yaqishga imkoniyat bermaydi. Va natijada bu juda ham katta xato bo'lib chiqadi. Chunki Kenzaku o'zi uchun idealni tanaga ega bo'ladi. Shu joyda men bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Gojo Satoruning qilgan bu xatolarini oqlash ham mumkin. Chunki u Todzi bilan uchrashgan mahalda hali tajribasi yo'q, hali go'dak edi. Geto bo'lsa uning eng yaqin do'sti edi. Aniqrog'ini aytganda esa yagona do'sti edi va uni tanasini yaqish u uchun juda ham og'irlik qiladi. Lekin aynan shu ikki xato butun Jujutsu Kaisen olamini o'zgarishiga sabab bo'ladi. Faqat yomon tomoniga. Ammo lekin bu joyda Gojoning yutuqlari haqida ham gapirib o'tishimiz shart. Chunki Gojo to'g'ri Todziga mag'lub bo'ldi, lekin o'sha mag'lubiyatdan u yana ham kuchli bo'lib chiqdi. O'sha mag'lubiyat sababli u o'zida obratniy texnikani uyg'otdi. Geto voqeasi bo'lsa, u boshqa odamlarda talantni ko'ra olishligini ko'rsatdi. U Yutani hayotini saqlab qoldi. Yutani o'ldirib yuborishga boshqalarga imkoniyat bermadi. U Yutani hayotini nima qilmasin saqlab qolishga urindi va uni
kuchini ko'ra oldi. Chunki Gojoda shunday talant bor. O'zi juda kuchli bo'lganligi uchun boshqalardagi kuchni ham juda yaxshi ko'ra oladi. Va natijada Jujutsu Kaisen olami yana bir juda ham kuchli jodugarga ega bo'ldi. Va aynan shu o'ziga katta ishonch tufayli u katta o'limlarga sabab bo'ladi. U hammani qutqarmoqchi bo'ladi, to'g'ri. Bu tomonlama u faqat yaxshilikni o'ylaydi, lekin u vaziyatga to'liq baho bera olmaydi. U doim hamma ishni o'zim qila olaman, har qanday maxluqni, har qanday yovuzlikni o'zim to'xtata olaman deb o'ylaydi. Lekin bu manmansirashlik juda ham katta fojialarga sabab bo'ladi. Barcha Sukunani barmoqlarini yig'ish va uni Itadoriga yegizish, shuni yordamida Sukunadan butunlayga ozod bo'lish. Siz aytishingiz mumkin, u bu yerda shunchaki Itadorining hayotini saqlab qolgisi keldi va shuning uchun shu planni taqdim qildi va shu tufayli unga barmoqlar yeyishni taklif qildi deb. Men bu fikrga to'liq qo'shilaman. U yaxshilikni o'ylagan. Lekin Sukuna bu oddiy kuchukcha emas, uni bir bolaga berib tanasiga baylab qo'ygani va buni natijasini biz bilamiz. Shibuya va odamlarning o'limi, Itadorining sinishi. Bu yerda nima uchun Gojo aynan shu qarorga kelganligiga keladigan bo'lsak, bu uning eng katta ayblaridan biri manmansiraganligi. U o'yladi, mabodo Sukuna nazoratdan chiqib ketsa ham men bo'laman-ku. Men uni yenga olaman va u shunga ishondi. Shu tufayli u qo'rqmasdan bolaga Sukunani barmoqlarini yegizishni boshladi. Bu manmansirashlik doim uni dushmanlariga katta imkoniyatlar beradi. Misol uchun o'sha Jogo bilan birinchi jangida ham u uni ko'rib o'zi ham hayratga tushadi. Gapira oladigan la'nat, sen kuchliksan deydi va unga yaxshi baho beradi. Lekin shu yerda uni tezda uni zararsizlantirish o'rniga u Itadorini olib keladi va Itadoriga nimalarnidir ko'rsatadi, o'rgatadi. U shu yerda ham o'z dushmaniga past baho beradi va aynan shu sababli dushmanlari doim undan qochishga sazovor bo'ladi. Misol uchun shu joyda ham Hanamin keladi va Jogoni olib qochib keta oladi. Sabab u yerda Itadorining borligi va Gojoni Itadorini qutqarishlikka chalg'iganligi. Agar Gojo Itadorini olib kelmaganda ikkala la'natni ham yuta olasdi. Birini quvib chiqargan, ikkinchisini bo'lsa asirga olib, yaxshiroq, ko'proq ma'lumotga ega bo'lsa bo'lasdi. Ammo lekin Gojo o'ziga katta baho berganligi tufayli Itadorini olib keladi va Hanamin Itadoridan foydalanib Jogoni ozod qila oladi. Va biz Shibuyaga kelamiz. Shibuya bu Gojo Satoruning qilgan xatolarining natijasi va uning ayblarining yuksak nuqtasi. Chunki bu yerda Gojo Satoru hamma ayblarini yana qayta va qayta qiladi va o'zi qilgan xatolarining natijasini ko'radi. U shu yerda o'z aybini ko'rsatadi. U yana bir o'zi keladi. O'zi kelgani yetmagandek hech qanday plansiz. U o'zining kuchiga, o'zining mahoratiga, o'zining sehriga ishonib, hammasini yenga olaman deb o'ylab keladi. Va u yerda uning xatolarining natijasi, ya'ni u ushlab qo'ldan boy bergan Jogo Hanami bilan birgalikda odamlarni o'ldirishi, unga hujum qilishi va u o'ldirgan, lekin tanasini yoqib yubormagan do'stining tanasi, hamma xatolari, hamma ayblari betiga solinadi. Va aynan shu yerda Gojo Satoru mag'lub bo'ladi. Mag'lub bo'lganda ham o'z xatolariga mag'lub bo'ladi. O'z ayblariga yutkazadi. U shunchaki raqibiga emas, o'ziga yutkazadi. Gojo Satoru hammani yuta oladi, lekin u ham o'ziga yutkazdi. Gojo Satoru o'zining egasiga, o'zining qobiliyatlariga, o'ziga bo'lgan katta ishonchiga mag'lub bo'ldi. Gojo Satoruni yutgan bu la'natlar emas, uning o'ziga bo'lgan oshiqcha ishonchi. Bu videoni olishimdan asosiy maqsad do'stlar, Gojoni zaif yoki yomon qahramon qilib ko'rsatish emas. Aksincha, Gojo Satoru juda ham zo'r qahramon, juda ham kuchli qahramon. O'zini xatolari bilan, o'zini kamchiliklari bilan, lekin aynan shu xatolar, aynan shu kamchiliklar uni yaxshi qahramon qiladi. Hammasi idealniy bo'lganda u yaxshi qahramon bo'la olmasdi. Uning ham o'zini kamchiliklari bor, lekin aynan shu xatolar, aynan shu kamchiliklar uni tirik inson qiladi va unga qayg'urishligimizga sabab bo'ladi. Gojo Satoru mukammal emas, lekin uni mukammal emasligi uni mukammal qahramon qiladi. Ha, to'g'ri,
u Tozi Fushiguraga yutkazadi. Lekin u yerda uni tajribasi yo'q. Hali yosh bola edi va tajriba olishi bilan Tozi Fushigurani ham mag'lub qiladi. Ha, u o'zini do'stini tanasini yoqib yubora olmadi. Bundan dushmanlari foydalandi. Lekin do'stini tanasini yoqib yubora olmaganligi uni zaif qilib ko'rsatmaydi. Aksincha, uni tirik inson qilib ko'rsatadi. Ha, oxirida u yutkazdi, lekin u yerda kim yutkazmasdi? Hamma dushmanlari, hamma xatolari, hamma ayblari bir joyga jamlangan edi. U yerda har qanday personaj yutkazgan bo'lasdi. Lekin bu mag'lubiyat Gojo Satoru'ni sindirmadi. Aksincha, u bu mag'lubiyatdan so'ng yana ham kuchli bo'ldi. Shu yerda Gojo Satoru'ning tarixi tugab qolmaydi. Uning tarixi davom etadi. Bu yerda bizning videomiz tugaydi. Chunki hali Gojo Satoru'ning tarixining davomi anime sifatida chiqmadi. Anime sifatida chiqishiga biz Gojo Satoru'ning tarixini to'liq yozamiz va alohida yana bir bor xulosa qilamiz. Umid qilaman sizlarga shu videoim yoqdi. Umid qilaman sizni ozmi ko'pmi o'ylashga majbur qildi, ozmi ko'pmi sizni kayfiyatingizni ko'tardi. Agar shunday bo'lsangiz do'stlar, like knopkasini bosing, podpisatsiya knopkasini bosing. Bu videoni qilish juda ham og'ir bo'ldi. Shuning uchun bunga iloji boricha ko'proq prosmotr yig'ishlikka, iloji boricha ko'proq tomoshabin yig'ishlikka o'zingiz yordam bering do'stlar. Bu videoni o'zingizning do'stlaringizga, shu Jujutsu Kaisen, ya'ni jodugarlar jangini ko'radigan do'stlaringizga yuboring va qayerdadir xato qilgan bo'lsam kommentariyaga yozing. Men albatta hamma kommentariyalarni o'qib, javob berib borishlikka urinaman. Ana endi shu joyda do'stlar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr.